Oiladagi baxt erkagiga bog'liq. Nima sababdan? Erkak kishi ayoliga munosabat qilayotganda, agressiyada, jahldorlikda, mehr bermasdan yashasa, u ayol уже baxtsizlikni his qilishni boshlaydi. Va bora-bora u ayolda agressiyani, nafratni, g'azabni kashf qiladi va u ayolni ichidan boshqa ayol yaraladi. Erkaklarga maslahatim, agressiya bilan nafrat, g'azab, jahldorlikni o'rniga mehrni, sevgini, ikki og'iz shirin so'zni va baxtni his qildirib bersa, ana o'shanda u aks ettirib ayoli undan ham zo'r chiroyli sevgini ko'rsatishni boshlaydi, kashf qilishni boshlaydi. Shirin so'zni o'zi yetarli. Aytaman-ku, mana shu e'tibor yetishmovchiligi juda kuchli. E'tibor, mehr, sevgi yetishmasligidan ayollar noto'g'ri ishlar qilib qo'yadi, gunohlarini ko'paytirib qo'yadi, yomon munosabatlar kelib chiqyapti va ajrimlar ko'payib ketyapti. Aslida erkak kishi ayolni o'zi kashf qiladi.